Bu Masjid-i G'amoma, Bulut masjidi. Bu masjidda 4 ta namoz o'qilingan. 4 ta namoz o'qilingan. Qaysi namozlar qanaqa holatda o'qilgan va kimga o'qilingan? Shu haqida javob beramiz. 1, 2, 3 ketdi. Yomg'ir so'rab namoz Keling, o'qiganlarda keling. qurg'oqchilik bo'lgan. Keyin shu yomg'ir so'raganlardan keyin o'sha bulutlar o'z-o'zidan paydo bo'lib, yomg'ir yog'ib, mana shunga yana bir bor iymon keltirib, xursand bo'lgan odamlar Dars topildi. Ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Istisqo namozi o'qilindi deyapti. Yana bormi? Ikkita hayit namozini o'qigan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 2 hayitni o'qigan. Endi 4-inchisi qoldi. Bittani topgan odam o'sha joy namoz oladi. Joy namoz yutadi. Shu savolga javob bergan odam yutib oladi. Aniq islom dinida olmagan, deydi hozirlar. Bu hukmdor bo'lgan. Bizlar musulmonlarni kutib olgan. Shoh Najoshi. Shoh Najoshi. Chet tilim kelmayapti. Ha, bitta qo'l ko'tarib qo'ying oldinda. Najoshi. 4 ta namoz o'qilingan. Yana qaytarib o'tamiz. Birinchisi istisqo namozi o'qilingan. Najoshi vafot. Istisqo namozi ikkita hayit namozi o'qilingan. Va nima Shoh Najoshiga nima o'qilingan? Janoza, g'oyibona janoza namozi o'qilingan. Bizning mazhabda nima qilinadi? Bu xos o'sha kishining o'ziga xos deydi.